marta oila qurgan o'zbek primadonnasi Yulduz Usmonova. Hozirgi video roligimiz aynan shu haqda. Kanalimizni ilk marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Yulduz Usmonova 1963-yilda Marg'ilonda tug'ilgan. Uning san'atdagi muvaffaqiyatli karyerasi 1980-yillarda debyut albomini chiqarish bilan boshlangan. Xonanda 1996-yilda san'atkor Ibrohim Hakimov bilan oila qurgan. Bu nikohdan xonanda Nilufar Usmonova dunyoga kelgan. Undan so'ng 2001-yilda polkovnik Ilhom Mamadaliyevga turmushga chiqqani haqida mish-mishlar tarqalgan, biroq tasdiqlanmagan. 2006-yildan beri tadbirkor Mansur Agaliyev bilan nikohda. Siz Yulduz Usmonovaning qaysi qo'shiqlarini sevib eshitasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Shahlo Ahmedova litsenziyasidan nega ayrildi? Asli surxondaryolik san'atkor Lola Ahmedovaning singlisi Shahlo Ahmedova 1994-yilda tug'ilgan. U intervyulardan birida san'atdagi karyerasi opasining mashhurligi evaziga emas, balki o'zining mehnatlari sababligini aytgan. 2013-yilda Shahlo Zo'r Star tanlovida qatnashib, ikkinchi o'rinni egalladi va O'zbekiston bo'ylab o'zining ilk gastrol safarini o'tkazdi. 2018-yilda Shahloning karyerasida muvaffaqiyatsizlik yuz berdi. Uning Yozgi yomg'irlar klipi tufayli litsenziyasi bekor qilindi. O'zbek konsert san'at kengashi a'zolari yosh xonandaning klipidagi ochiq sahnalarga norozilik bildirgan. Klip qahramonlari o'rtasida haddan tashqari ehtirosli bo'lish belgisi yo'q edi. Ammo tashkilot klipni mamlakat mentalitetiga zid deb baholagan. Shahlo Ahmedovaning muxlislari izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring.